Maslahat o'z YouTube kanali ekan. Masalan, men ham a'zoman shu kanalga. Hamma informatsiyalar bor bu kanalda. Juda ham qiziqarli. Siz ham ko'rib turasizmi? Ha, ko'raman. Assalomu alaykum doktor, yaxshimisiz? Maslahat o'zini sizni ko'rayotgandik hozir. Allohning qudrati bilan insonga shunaqa ko'z berilgan, qo'l berilgan, oyoq berilgan. Bular ishlamasa inson ancha tushkunlikka tushib qoladi. Tushkun. Sizga bu yurishni Alloh bular sababchi bo'lishibdi. Yurganingiz uchun bu katta baxt. Biz ham bu anaqalarni eshitib keldik. Balki men qo'l ishlash kerak, bu ishlaydigan qo'l. O'ng qo'l ishlaydigan qo'l. Bu o'ng qo'lim yaxshi ishlamaganiga ancha ishlarni bar asab buzilar ekan. Chap qo'l bir xil narsalar, men telefonni olaman desangiz, chap qo'lda olasiz, lekin men o'ng qo'lga o'xshab olamiz. Men o'ng qo'l ishlamasa odam asab buzadi. Bu asab bu boshqa kasalliklarga ham ta'sir qiladi. Va men qo'l hozir tuzalsa, xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi. Asab ham hammasi joyiga keladi. O'zi qaysi sohada ishlagansiz o'zi, kasbingiz? O'zim stomatologman. Vrach, stomatologman. Bizning qo'l bizning bularning qo'liga o'xshab gul bo'lish kerak. To'ppa-to'g'ri. Sizlarning ishinglar qo'l bilan-da, qo'l bilan ko'z. Hozir 1 yildan beri ishlamay qoldim, chunki men qo'l anaqasi bo'yicha. Meni og'aynim ikkalamiz Toshkent tomoq qilganmiz, bular anaqa tavsiya qildi. Bular qarindosh ekan. Hasan borgan o'sha yerga. Foydasini ko'rasan deb anaqa. Bo'lmasam boshqa doktorlarga ham borgansiz. Qancha doktorlarga borgansiz? Nerpatologlarga borganman, anaqa qilgan cho'ta. Hech bu dori-porilar, parafin bittasi ham ta'sir qilmadi. Menga endi bilmadim, boshqalarga ta'sir qilgan, menga ta'sir qilmadi. Keyin hafsalam pir bo'lib bormay ham qo'ydim. Yurdim, keyin ana kuni gapda og'aynim bilan o'tirdik-da. Borgan bitta bor maslahatlashib ko'rganda keldim, yo mana 4 tanda qoldim. Haliga tushuntirdim, barmoqlar mana unaqasiga kelmasdi. Hozir tegadigan bittada rezultat bo'lmaydi. Odamda siz aytgandek ishonch bo'lish kerak. Menda qanaqadir ixlos bo'ldi, qanaqadir bu dorisiz birinchi o'chirdi. Bu dorilar insonlarning ichi tabletka bo'lib ketdi, apteka bo'lib ketdi. O'zi bunda mana o'zingiz ular vaqtincha-da, to'g'ri? Ha, vaqtincha. Bular vaqtincha. Masalan, abiz bo'lishi dorilar bitta abiz bo'lishi dorini aytganda, abiz bo'lishi masalan mana svet kelyapti. Sim orqali keladi, to'g'ri? O'shani bitta uzib yuboring, svet o'chadi. Insonni nerv keladi, og'riq o'sha joyda og'riqmi? Haligi abiz bo'lishi dori o'sha joydan uzadi. Uzgandan keyin haligi og'riq qoladi. Inson ha yaxshi bo'ldim deydi, lekin bu vaqtincha yo'q. U nervi qadib dori ichaveradi, qadib uzib ursa nima bo'ladi? O'shanga dunyoda eng katta anaqa dorilardan zaharlan abiz bo'lishi. Men abiz bo'lishini ko'pchilikka maslahat bermayman. Abiz bo'lish o'sha kerakli paytida mayli, birinchi pomosh berguncha ichsa bo'ladi. Lekin bir xilla postoyanno o'tirib olgan shu doriga. Bu bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Sizda holat qanaqa edi? Qanaqa keluvdingiz? Va alaykum assalom. Meni holatim birinchi o'rinda juda ham yomon holatda kelganman. Birinchi kelganimda yurishga juda ham qiynlanardim. Zo'r holatdan o'rnimdan turib yurardim. Hozir holatim rosa ham yaxshi deya olmayman. Zo'r holatdaman. Hozir bilmadim, alhamdulillah shularni Alloh meni tuzalishimga sabab chiqibdi. Xudoga shukr keltiraman. Qayerdansiz o'zingiz? O'zim Andijon shahridanman. Andijon viloyati Andijon shahrida. GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlayman. Haqiqatan yo'q, shunaqa og'ir keluvimiz, qanaqa bukchayib keluvimiz? Holatda yo'q, bukchayib emas, ikki tomonga tashlab zo'r holatdan yurardim. Yurib endi hozir holatim rosa ham yaxshi. Men Suhbatilla Karimovga tashakkur bildiraman.
Alloh shu insonga shunchalik qobiliyat beribdi, shunchalik insonlarga foydasi tegadigan qilib qo'liga shunchalik unaqa beribdi. Sehrli deb bilaman shu kishini qo'llarini. Allohim shu insonni bizga sabab chiqibdi. Davolanishimizga shu insonga kelinglar, sizlar ham davolaninglar. Men ko'pchilikka tavsiya qilaman. Men qatori ular ham shifo topishini so'rayman. Allohim bularning umrlarini uzoq qilsin. Doim insonlarga foydasi teguvchi qilsin. Ikki dunyo saodatiga erishsin shu odam. Allohim farzandlarini rohatini ko'rsin. Og'riq qolmayaptimi? Qoldimi? Agar bu yoqqa qilsangizchi? Engashsangizchi? Demak, traksiya qilinadi, keyin bokovой смещение tushiriladi. Birinchi bokovой смещение qilib yengillashadi hozir. Mana shu yerda blok bor. Bo'ldi. Chuqur nafas oling. O'shatlar masajlar qilgan o'shatlar rosa og'riq. Endi masajdan keyin shunaqa bo'ladi, og'riydi hozir. Oyog'imni yomon bo'ldi. Yurib ko'ring hozir. Shu og'riq hozirgi bo'layotgan og'riq yengillashi kerak. Mana bo'yindan kelyapti. Qo'yvordim ozgina. Yaxshi bo'lasiz hozir. Teki bilan bo'lyapti, kuchayyapti. Bo'ldi, hozir bo'lmasa polni korreksiya qilib berarlar, keyin men chaqiraman, men ham ko'raman o'zim, xo'p? Yaxshi bo'lib qolasiz, xudo xolasa. Mana masajdan keyin ozgina og'riq bo'ladi o'zi. Yurishgandek, ya'ni молочный kislota chiqazadi, o'shalar og'riq beradi mushaklarga. Bo'ldi, jamang. Ko'rsatlangan telefon oling, birga.